Siz ham uyda o'tiravermasdan unda ish qidirsangiz bo'larmidi? Nima qil deysan? Kim bor? Akamga xiyonat qilmasdan ishlashingiz kerak edi. O'sha paytda pul topganimda yaxshimi? Endi yomon bo'lib qoldimmi? Harom topganingiz oilaga singmadi. O'zi akanam, zizqina. Kam pul bergani uchun qilganman shu ishlarni. Mani ota-onam harom bilan boqmagan. Yaxshi ham akamni qo'llarida ishladingiz. Boshqa odam qo'lida shu ish qilganingizda allaqachon qamat borgan bo'lardi sizni. Nafisa, Akam kim bilaman? O'rgildim sendek aqllidan. Afzal aka, keling. ha? Yaxshimisiz-ku? Ushayman buni. Ovora bo'lsizda. Kiyimingizni alishtirib chiqing. Maslahatli ish bor, bir joyga o'tib kelamiz. Siz bilan bir kechasiga gaplashib olmasa bo'lmaydi shekil. Xo'p, xos tashlab chiqing. Xullas, Gilam saroyi yangi Medgarodokda joyini ochganlar. Murod, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Bugundan boshlab masjidda ish boshqaruvchi bo'lib ish boshlaydilar. Hamma hisobotlarni Murodga topshirasiz. Xo'p bo'ladi. Hammasiga o'zing javob berasan. Xo'p bo'ladi. Bu yog'iga qarab, hushyor bo'lib ishlaylar. Sen ishingni qilib tur, akamda ikki og'iz gapirma. Xo'p. Mana qarang Ziyod aka, men sizga yana bir imkon berdim. Bundan unumli foydalaning. Biz sinimni Xudodan tilab olganmiz. Sizga esa sinimni omonat qilib topshirganmiz. Sinimdan onam Rahmanlikning hidi keladi. U menga onamdan kelgan onamdek bo'lib qolgan. Agar onamni birov xafa qilgudek bo'lsa, men uni ikki dunyo kechirmayman. Shuni sizdan chiqarmang kuyov bola, omon bo'ling. Hali bu aravakash menga xo'jayin bo'ladimi? Shoshmay tur hali. Bu gilam saroy do'konini qanaqa qilib nomimga o'tkazib berganingni o'zing bilmay qolasan.